Alaykum barchaga. Sizlarni kanalimda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Xo'p, bugungi mavzuyimizda siz bilan English Language Grammar'dagi, ya'ni ingliz tilidagi eng asosiy bo'lgan va eng kerakli va juda ham ko'p biz foydalanadigan grammatik vosita haqida gaplashamiz. Xo'p, bu ingliz tili grammatikasiga kirish darsi bo'ladi desak ham adashmaymiz. Xo'p, demak, qisqa e'lon berib o'taman. Siz bundan buyog'iga bu kanalda nafaqat shorts, balki ingliz tili grammatikasiga, unday vocabulary va asosan pronunciationga doir videolarni va qo'shimcha tarzda listening, reading, speaking va writing haqida ham qo'shimcha mana shunaqangi video darslarni topishingiz mumkin bo'ladi. Agar yana ham qo'shimcha ma'lumotlar yoki qo'shimcha bepul darslar yoki onlayn darslar kerak bo'ladigan bo'lsa, demak, men описаниеda nimani qoldiraman? Telegram kanal linkini qoldiraman. Bemalol o'tib, tomosha qilib foydalanishingiz mumkin. Yana bitta e'lon. Demak, Telegram kanalda EduPlus degan yopiq kanal bor. U kanalda har kuni testlar joylab boriladi, asosan vocabulary va grammarga doir. Bemalol o'tib, bepul foydalanishingiz mumkin. Xo'p, ingliz tili grammatikasi haqida gap ketganda, albatta biz birinchi navbatda so'z turkumlarini bilib olishimiz zarur. Xo'p, ingliz tilidagi eng ko'p ishlatiladigan so'z turkumlar bular qaysilar? Eng birinchi, albatta, har bir tilda bo'lganidek, noun, ya'ni ot. Xo'p, bundan tashqaricha deydigan bo'lsangiz, yana ham juda ham ko'p ishlatiladigan va ko'p darslarda asosan urg'u berib o'tiladigan mavzu bu verb. Ya'ni o'zbek tilida biz buni fe'l deymiz. Va qo'shimcha tarzda adjectiveni aytishimiz mumkin. Bu o'zbek tilida sifat deyiladi. Va adverb bu ravish. Keyin pronouns, juda ham zaruriy bo'lgan olmosh so'z turkumi va oxirida yana ko'p ishlatiladigan bu numeral deyishimiz mumkin. Bu son. Mana shu 6 ta so'z turkumi juda ham kerakli so'z turkumlari hisoblanadi. Xo'p, endi bugun siz bilan mana shu noun haqida gaplashib o'tamiz. Xo'p, noun degani ot. Ot bilamizki, o'zbek tilida ham kim, nima, qayer so'rog'iga javob bo'luvchi so'zlardir. Demak, ot deganda, ya'ni bu ingliz tilida noun dedik. Demak, bu qanaqa so'roqlarga javob bo'ladi? Kim, nima va qayer. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, who, what, where so'roqlarga javob bo'luvchi barcha so'zlar bular noun bo'ladi. Birlikmi, ko'plikmi, va hokazo, joy nomimi barchasini biz noun so'z turkumiga kiritamiz va ularning yasalishidagi, turlanishidagi qoidalar haqida hozir batafsil gaplashib o'tamiz. Xo'p, endi noun so'z turkumi nechta guruhga ajralish haqida gaplashsak. Noun so'z turkumi ingliz tilida ikkita katta guruhga ajraladi. Bular sanaladigan va sanalmaydigan otlarga, ya'ni otlar ikkita guruhga ajraladi. Bular countable, ya'ni sanaladigan, count degani sanamoq degani va able qo'shimchasi bo'lsa, bu sifat yasovchi qo'shimcha hisoblanib, sanasa bo'ladigan, sanash mumkin bo'lgan otlar, donalab sanash mumkin bo'lgan otlar degani. Keyin ikkinchi guruh bu uncountable. Ya'ni sanab bo'lmaydigan mana. Un degani bu inkor ma'no ifodalovchi qo'shimcha hisoblanadi. Xo'p, endi countable degani bu donalab sanash mumkin. Masalan, ruchka, daftar yoki telefon, mashina, uy, odam, o'quvchi va hokazo, davlat, poytaxt, bu so'zlarning barchasi sanaladi. Ya'ni book, phone, apple, cat, person, a laptop, a computer, a house, a country, a capital va hokazo. Bu so'zlarning barchasi donalab sanash mumkin. Ya'ni bitta olma, bitta daraxt, bitta telefon, bitta odam deb sanashimiz mumkin. Endi ikkinchi guruhga keladigan bo'lsak, ya'ni uncountable. Bu uncountable noun, ya'ni sanab bo'lmaydigan ot degani bularni donalab sanab bo'lmaydi. Ya'ni bularni miqdorini,
keltirishimiz mumkin yoki hajmini keltirishimiz mumkin, o'lchashimiz mumkin, lekin donalab bo'lmaydi. Masalan, suv. Biz bitta suv demaymiz. Ya'ni a water yoki one water demaymiz. Bitta suv bo'lmaydi. U 1 litr bo'lishi mumkin, 1 tonna bo'lishi mumkin, biroz suv bo'lishi mumkin, bir baklashka suv, bir stakan suv bo'lishi mumkin, lekin donalab bo'lmaydi. Yoki vaqt, havo, maslahat, juda ham ko'p un, shakar, mana shunaqa narsalarni odatda biz sanamaymiz. Pul ham xuddi shunaqa. Ko'p o'quvchilar aytadi, pulni sanaymiz-ku deb. Bitta pul demaysiz. Masalan, qayerdadir 200 so'mlik, 2000 talik yoki 200 mingtalik tursa, siz bu yerda 2000 talikni olmaysiz, 200 ming talikni olasiz. Nimaga? Chunki siz uni bilasizki, miqdorini. Bu yerda donaga hisoblaydigan bo'lsa, ikkalasi ham bitta dona. Uni bemalol masalan almashtirish mumkin edi agarda donaga qaraydigan bo'lsak. Lekin biz pulni menda 100 ta pul bor, menda 1000 ta pul bor demaysiz. Menda 100 ming dollar pul bor yoki 1000 dollar pul bor yoki bo'lmasa 100 ming so'm pul bor tarzida uni aytasiz. Xo'p, asosan nimalarni sanab bo'lmaydi? Qanday guruhga kiruvchi otlarni sanab bo'lmaydi? Birinchisi suyuqliklar, ya'ni liquid deymiz. Liquid. Bu suyuqliklar. Xo'p, masalan, suv, sharbat va hokazo. Har qanday suyuqlik sanalmaydi. Yoki bo'lmasa kukunlar. Kukun powder deyiladi. Powder. Kukun. Masalan, un, shakar ham shunga kiritish mumkin va hokazo. Soda va boshqalarni. Keyin nima deymiz? Mavhum otlar, mavhum tushunchalar. Sevgi, muhabbat yoki yana xayol so'zi sanaladi. Endi shunga o'xshagan so'zlar sanalmasligi mumkin. Nafrat va hokazo so'zlar sanalmasdan qoladi. Ishonch so'zi ham sanalmaydi. Chunki bitta ishonch bor menda demaysiz-ku. Shunaqa. Xo'p, endi uncountable ni qo'yib turamiz va countable nounlar haqida gaplashamiz. Xo'p, mana shu countable noun. Xo'p, bularni o'zi ham o'z navbatida ikkita guruhga ajralar ekan. Bular birlik va ko'plik. Ya'ni birlik bu singular, ya'ni birlik degani bu albatta sanaladigan otning birlik va ko'plik shakllari mavjud bo'ladi. Chunki sanalgandan keyin uni birligi va ko'pligi bo'ladi. Xo'p, singular and plural forms of nouns, ya'ni birlik shakllari va ko'plik shakllari mavjud otlarni, ya'ni sanaladigan otlarni. Xo'p, avvaliga birlik shakllari qanday ifodalanadi? O'zbek tilida o'ylashingiz mumkin, birlik shaklida nima muammo, uni nimaga o'rganishimiz kerak deb. O'zbek tilida bu juda ham muammo emas. Ya'ni menda telefon bor yoki bo'lmasa menda do'stim bor, kompyuterim bor, mashinam bor yoki bitta maslahat bor ma'nosida ishlatamiz o'zbek tilida. Muammo emas, lekin ingliz tilida shunaqa qoida bor. Har qanday birlikdagi ot oldida bitta so'zi qatnashishi kerak. Bitta so'zi qatnashishi shart. Demak, biz birlik haqida gapirayotgan bo'lsak yoki qaysidir otni birlikda ishlatayotgan bo'lsak, uni oldida albatta bitta degan so'zni qo'llashimiz kerak. Tushunarlimi? Bitta so'zi qatnashishi shart va zarur. Bir degani bilasizki, ingliz tilida mana one. Ko'pchilik uchratgan bo'lishi mumkin buni. $100 kupyurada $100 tarzida birinchi one so'zi turadi, ya'ni bitta degan. One bu bir degani. Bitta, bir degan ma'noni anglatadi. Lekin biz uchratganmiz ingliz tilida har doim ham one so'zini qo'yavermaymiz, ya'ni birlikdagi otlardan oldin. Ya'ni menda telefon bor deganni inglizda har doim aytadi, menda bitta telefon bor deydi. Men do'stim bor desa, menda bitta do'st bor. Yoki men uyim bor demaydi ular, menda bitta uy bor deydi. Agar ko'plikda bo'ladigan bo'lsa, uylarim deydi, lekin birlikda bo'lsa har doim bitta so'zidan foydalanadi. Endi one so'zi bilasiz, 1, 2, 3 ta harf va one degan talaffuzda ham 3 ta
tovushdan iborat. Endi inglizlar juda ham bir iqtisodchi xalq bo'lganligi uchun ular nima qilgan? Asrlar mobaynida one so'zini biz biladigan a va n artikllariga qisqartirgan. Ya'ni mana shu a va n artikllari tarjimasi bir yoki bitta degani. Demak, buni hech qanaqangi bir muammo qilishga hojat yo'q. A, n artikllari ham one so'zini ma'nosini anglatadi va birlikdagi otlardan oldin keladi. Tushundikmi? Demak, birlikdagi otlardan oldin yo one degan so'zni qo'llaymiz, yo a degan yoki n degan artikldan foydalanamiz. Endi savol tug'iladi. Nimaga bu yerda ikkita? Nimaga a emas yoki n emas? Biz insonlar tovushlarda, ya'ni bitta unli, bitta undosh tovush chiqarish orqali murakkab so'zlarni hosil qilamiz. Albatta hayvonlardan farqli tarzda, ya'ni hayvonlarga o'xshab mu tarzida emas, bitta har xil murakkab so'zlarni yasash uchun unli va undosh tovushlardan foydalanamiz. Shunga ko'ra ba'zi so'zlarimiz undosh harflar bilan boshlanadi. Ba'zi so'zlarimiz bo'lsa unli harflar yoki unli tovushlar deylik, unli tovushlar bilan boshlanadi. Xo'p, endi shu yerda bitta narsa bor. Agarda so'zlarimiz undosh tovush bilan boshlansa, undosh tovush bilan yoki unli tovush bilan boshlansa, agar undosh tovush bilan boshlansa, biz a artiklidan foydalanamiz bitta deyish uchun. Chunki unli va undosh ketma-ketligi bizni so'zlarimizni aynan mukammal qiladi va uzunroq so'zlar yasashga xizmat qiladi. Shuning uchun inson shunaqa bitta unli, bitta undosh tovush orqali so'zlarni hosil qiladi. Ko'ryapsiz, mana a bu unli tovush va b, p bular undosh tovush. Mana shunday a book, a pen, a person. Bu oson talaffuz qilinadi. Agarda unli tovushlar bilan boshlansa so'zlarimiz, bu yerda n artiklidan foydalanamiz. N. Mana an apple, an onion, an eraser. Demak, mana bu yerda n dagi n bu undosh bo'lganligi uchun unli bilan mana shunaqangi ajoyib bir kombinatsiya hosil qiladi. Endi sizga hozir talaffuz qilib beraman, o'zingiz tushunib olasiz nima uchun aynan undosh tovushdan oldin a artikli qo'llanishini. A book, n book. A book, n book. Demak, a book deganimizda bu qo'shilib ketadi va talaffuz qilish oson. A pen, n pen. Yoki unliga e'tibor beradigan bo'lsak. An apple, a apple. A apple degan paytimizda ikkita a ni o'rtasida majburiy tarzda pauza saqlaymiz va mana bu yerdagi tovush paychalarini qisishga majbur qilamiz o'zimizni. Tovush paychalarimizni qisamiz, o'zimiz majburlaymiz. Mana shuni qilmaslik uchun nima qilgan? Insoniyat, ya'ni inglizlar n artiklidan foydalangan va unli tovush bilan boshlanadigan so'zlarda a artiklidan foydalangan. Xo'p, bu tushunarli sizga. Endi yana muhim bir jihat bor. Mana bu yerda ikkita so'z bor. Demak, university va mana bu yerda our so'zlari bor. Demak, bittasi h harfi bilan, bittasi u harfi bilan boshlangan. Endi savol. University so'zi bilan qaysi artiklni va our so'zi bilan qaysi artiklni qo'llaymiz? Our degani soat, university bu universitet degani. Bitta qarashda university bilan n, our bilan a artikli qo'llanadiganga o'xshaydi. Lekin men boshimdan takrorlayapman. Agarda so'zlarimiz undosh tovush bilan boshlansa, a artikli, unli tovush bilan boshlansa, tovush, qani harf emas, tovush bilan boshlansa, demak n artiklini qo'llaymiz. University so'zida birinchi talaffuz qilinayotgan tovush bu y hisoblanadi. U emas, y. University. Shuning uchun biz a university tarzida qo'llaymiz. Qoidaga ko'ra shunaqa. Ya'ni mana shu ikkalasi kombinatsiya qilyapti. Keyin our so'zida bo'lsa biz an hour deymiz. An hour. Mana bu ikkalasi kombinatsiya qilyapti. Chunki bu yerda mana bu h harfi o'qilmasdan
tashlab ketiladi. Shuning uchun an hour, hour, a bu unli tovush hisoblanadi. Bu yerga ham tushunib olgan bo'lsangiz, endi keyingi gaplashadigan mavzuyimiz siz bilan bu otlarda ko'plik yasash hodisasi hisoblanadi. Xo'p, otlarda ko'plik yasash hodisasini inshaalloh keyingi video darslarda qo'yib beraman. Demak, u haqida ham batafsil gaplashamiz. Uni 5 xil holati bor. U ancha kattaroq mavzu bo'lganligi uchun endi bugungi video darsimiz juda ham cho'zilib ketmasligi uchun shunday qisqaroq qilib qo'ydik. Xo'p, endi hozir bir ikkita so'zlarni yozib beraman. Bulardan oldin qaysi artikl qo'llanishini kommentda yozib ketasiz. Men tekshirib uni albatta sizga javob qaytaraman. Xo'p, demak bu yerda umbrella so'zi bilan qaysi artikl? Horse so'zi bilan qaysi artikl? Va bridge so'zi bilan qaysi artikl? Va bu yerda opinion kechirasiz. Opinion so'zi bilan qaysi artikllar qo'llanadi? Mana shu 4 xil so'z bilan demak qaysi artikl qo'llanadi? Mana shuni kommentariyada yozib qoldiring. Demak, yana qo'shimcha ma'lumotlar yoki bu bo'yicha qo'shimcha testlar ishlashni xohlasangiz, demak, Telegramdagi men belgilab ketadigan kanalga qo'shilib, bemalol har kunlik testlarni ishlab borishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, keyingi videolarni o'tkazib yubormang.